Hech kechasi uyg'onib, xonada yolg'iz emasliklaringizni his qilganmisizlar? Hozir aytib bermoqchi bo'lgan hikoyamni yoki kunduzi yoki svetlaringizni yoqib ko'ringlar. Bitta bola o'zini g'alati hikoyasini aytib berdi. Yangi uyga ko'chib borgan ekan. Uy juda ham yaxshi ekan. Bola bitta o'zi yashar ekan va har kechasi bir xil soatda uyg'onishni boshlagan ekan. 3 dan 17 ta o'tganda. Avval bu narsaga bola umuman e'tibor bermagan ekan. Chunki stress, charchov, yangi uyga ko'chib o'tdim deb hisobga olib, uxlolmayapman deb o'ylagan ekan. O bola har kuni uxlashdan oldin spalnyasini eshigini yopib yotardi. Lekin har kuni bir xil soatda uyg'ongani uchun bir kuni ko'ziga tushib qolgan ekan, spalnyasining eshigi ozgina qiyiq ochiq turgan ekan. Lekin bola o'ziga ishonardi. Har doim va har kuni o eshik yopiq turadi. Necha kundan beri bola uxlolmagani uchun tekshirib ko'rishga qaror qilgan. Har kuni kechqurun eshikni yopib uxlab yotishga qaror qilgan. Birinchi kun eshikni qulflab yotgan. Yana ayni soatda 3 dan 17 ta o'tganda uyg'onayapti, qarayapti, eshik yana ochiq. Hayron. Ikkinchi kecha eshikni yopyapti, stulni tirab qo'yapti. Uri stul tursin deb, agar ochilsa, men eshitayda uyg'onay deb. Yana bir xil soatda uyg'onayapti, 3 dan 17 ta o'tyapti, stulni olib qo'yilgan va eshik yana ochiq turibdi. Bola уже nervni qilib uxlolmasdan juda ham yomon his qilishni boshlagan, kasal bo'lishni boshlagan. 3-kun esa kechqurun уже videosyomka qilishga qaror qilgan. Eshikni har doimgidek yopib qo'yib, eshikni qarshisiga telefonni videosyomkasini ochib qo'ygan va uxlagan bola. Har doimgidek soat 3 dan 17 ta o'tganda bola uyg'onyapti va har doimgidek eshik ochiq. Yugurib borib telefonni olib videolarni уже ko'rishni boshlayapti. Noodatiy hech narsa ko'rinmayapti. Eshik yopiq. Bola uxlab yotibdi. 3 dan 16 minut o'tgandan keyin eshik sekingina ochilishni boshlayapti. Bola ko'rib yuragi dukullab ketyapti va qo'rqishni boshlayapti. Qatta qilib eshik ochilgandan keyin bo'yi uzun, katta bitta siluet, qora siluet ko'rishni boshlagan. Bola qo'rqganidan yuragi dukullab ketyapti, lekin bu video уже bo'lgan narsa. Nima bo'lar ekan deb qarab o'tiribdi. O'sha katta qora siluet sekin-sekin bolani yoniga yurishni boshlayapti va yuziga ne qilib pastga qarab yuziga yaqin kelganini his qilyapti. O'sha paytda bola qo'rqib uyg'onib ketyapti. Bu hammasi tush ekan, lekin bu takrorlanyapti. Umuman tinch qo'ymayapti bu voqea bolani. Psixologik travma bo'lib qolgan.